yonyapti. Qat yonyapti. Yuragimdan o'chirib yubordi endi. Hey, kaxonlarim, qadrdonlarim. Men hozir yana bitta bo'ydoqni oldiga ketyapman. Uni ham uylantiraman. Uni ham bo'ydoqlik safidan badara qilaman. Ammo atrofida turgan uylanmaganlar bor-ku, ularga ham bunda 360 gradus atrofidan aylanib o'tib, mana shu qurilma bilan hali tutayotgan joylarga bush tepishga to'g'ri kelib qolyapti. To'g'ri tushuninglar. Sizlar ham agar shunaqa qilib uylanmay yuraversalaring, o'sha joylarni men bilan o'tirishga to'g'ri kelib qoladi. Jigarlarim, buni ishlatmaslik uchun menga mana nomerlarga telefon qilinglar. Daro sizga emas, sizga havas qilayotganlarni asha joyga ishlataman. Ko'zlarimga yosh keldi, bolalar. Ajoyib. Shunday yaxshi bola, shunday yaxshi bola. Qancha orzu havaslari bor edi-ya. Ay, rahmim kelib ketdi. Hozir kuyov bolamiz kasal bo'lib qoptilar. O'shani eshitib ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Hayotda yashnab yurgan bola edi. Hayotga bo'lgan qiziqishlari juda ham bir kuchli edi deng. Shunaqa mazasi yo'q deyishganiga, voy dedim, qanday bo'lishi mumkin? Shunaqa kunda emas deb xafa bo'lib ketdim to'g'risi. Virus chiqibdi yangi, o'sha virusda ilashibdi. Bu umrda oxirigacha ilashgan virusda buni endi bir narsa deyish qiyin. Bu butun umr tark etmaydi bu virus endi. Endi bu bolani qaytib kiryoqa, g'ijim ko'ynik, eski paypoq, artilmagan to'plarda ko'rmaysizlar endi. Buni oldingi holatga bu bola qaytmaydi endi. Bu faqat endi shu bunaqa yurishga majbur. Nima hamdir deganda, bu yomon dard ekan. Umrining oxirigacha bu chiqib ketmas ekanda, bu bitta ilashgan virus chiqmas ekan. Bu virus bo'ldi endi. Bu uylanish virusi shunaqa ekan. Umuman o'zgarib ketar ekan. Odamning ruhiyati ham, ko'rinishi ham, hamma yo'q o'zgarib ketar ekan. Ko'rsalar ham hozir o'qib ketasizlar. Bu mana hamma bu bo'ydoq olamiga juda ham bir qattiq zarba bo'ldi. Juda ham bir nima bo'ldi? Davosi yo'q. Dardga chalinibdi. Bugun uylanish dardi ekan. Shunga endi hozir borib, men endi bu chiroyli qilib yuvib tarab tayyorlab turishibdi ekan. Hozir tezkor baxt mashinasida olib borib, endi hozirgi holatlarni hachab esdan chiqarmaslik uchun borib, bir rasm-pasmga tushirib, fotosessiyalarni qilib qo'yishlikka ketyapman, shashilib. O'shanga endi u dardiga endi malham bo'lishga harakat qilamiz. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Hachab layklar bilan podдержка qilib turinglar. Bu og'ir bo'ydoqlar safidagi judolikka sherik bo'lyapmiz hozir. Iloji boricha podpiskani ayamasdan. Shu endi bu bolani ko'ngliga bir dalda bo'ladigan narsa, boshqa narsa yo'q. Butun umriga endi shunaqa holatga tushib qolishibdi. Men ko'z yoshlarim artib og'ir, qiyin, nihoyatda